Muşu atish enjiri hozir butun dunyoga dangliq. Muşu atishniki endi nurg'un dehqonlar mush atishda mush enjir o'stirib, enjirdan iqtisodiy kirimni yaxshilayotgan muyda bir vaziyat shakllandi. Nima demay desam, salaliqi degim kelib qoldi. Mushu Feyzobodda biz mushu atish enjiri deb ilib yavatimiz-ku buni. O'tgan kuni mushu bir javr enjir ekirib mushu ballollar yeylar deb ekirga. Ekirsam ustidagi enjirlar shunda danliq cho'ng. Shunda pishiq tashla chiqdi. Ost taraflari toza pishmagan ham ushaq. Marmardek chiqib qoldi. Endi mushu munosabat bilan deydigan endi. Mushu dehqonlarimiz endi uzib chiqqan peti shu qachab sepiramdi. Yoki shu tijoratchilarimiz mush dehqonlardan mush atish dehqonlardan setib olgandan keyin bular o'zi bir pardozlab boshlab tizamda mushu masalaga kelganda endi mening so'rayotgan savolimga o'xshash nurg'un qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Shunga endi mushu masala ustida endi sizdan bir o'rtoqlash baqsaq. Nayet bir yaxshi bir savol bo'ldi. Hozir mushu enjirimizning qimmati bek eshyapti-ku hozir. Bu yil bularmi enjirning qimmati bek oshdi. Bu tüpstikinlar setib olayotdi. O'ttirsiga tushib, tegi kelgan chaqda sotamaydigan avvallar. Şunu bilan boshqa sotqini bilan keyingi sotqini balans olib qilib, o foydalanmaydigan avval bo'lib qoladi. Shu hozir bozor qaysak birdamda o'rlab qoladi, birdamda tushib qoladi. Bu nima degan desa, bizning ash enjirni yaxshi qachilmaganligi